2 xonali kvartirani puliga 4 sotuvli 3 xonali hovli olishga nima deysiz? Uchastkamizni ko'rishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi etajli qilib qurilgan. Xo'p, birinchi etaj polni pishig'ishda, ikkinchi etajimiz penoblokda bo'lgan. Bu yerda suv svetdan xudo xolasa umuman muammo yo'q. Oqova suvlari ham kelib turgan. Birinchi etajimizni ko'radigan bo'lsa, qum suvoqlarini qilib qo'yishgan, elektr montajlari ham bo'lgan. Xo'p, ikkinchi etajimiz ham mana shu holatida. Ushbu qurilish tugallanmagan uchastkamiz Chortoq yo'li Bedepoya ko'chaga kirganda, hop, maktabdan 600 metr uzoqlikda ekan. Ko'rishingiz mumkin, qo'rg'onlarni qo'yilgan polni holatda. Hop, darvozaxonalari o'rnatish uchun joylari bor. Ko'chamiz tupik hisoblanadi. Mana, hop, 70 metr ichkarida, hop, asfalt yo'ldan. Asfaltlarini ham hozir oxirida videosini ko'rsatib o'tamiz. Mahallasini ko'rishingiz mumkin, asfaltlarini qilib qo'yilgan 70 metr ichkarida. Ushbu uchastkamizning narxi $25,000 barakasiga yana o't berisharkan. 3 xonali, 4 sotuvli hujjatlardan umuman muammosi bo'lmagan ushbu uchastkamizni kelib bemalol sotib olishingiz mumkin. Manzili ham xudo xolasa juda ham zo'r joyda. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, egalari bilan bemalol gaplashib, ushbu uchastkamizni kelib ko'rib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Telegram kanalimizda lokatsiyalarini joylab qo'yamiz.